Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal hakka hakkan verzukna ittiba'ah. Ve arinal batila batilan verzukna ijtinabah. Ve cealna mimma yestemi'unal kavle feyettabi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Allah azza ve celle ushbu sayyid rayon kuni barchamizga muborak qilgan bo'lsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Mana birodarlar, Sha'bon oyini oxirlarida turibmiz. Alloh tinchligini bersa, sog' omon qilsa, dushanba kuni taravani boshlash niyatimiz bor. Seshanba kundan inshaalloh roza tutamiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Bu Ramazonga siz bilan bizni yetkazdi. Va Allohdan duo qilaylik. Mana shu kasallikni Alloh yurtimizdan ko'tarib 30 kun tarava o'qishlikka Alloh taolo bizga imkon bersin. Chunki qadri ne'mat inda zavol, ne'matning qadri ana shu ne'mat zavolga yuz tutganda bilinadi. Ne'matni yo'qotib qo'yganimizdan keyin qadriga yetamiz. Endi duo qilaylik, Alloh taolo mana shu 30 kun rozani tutib taravani masjidlarda o'qishlikka Alloh o'zi bir muvaffaq qilgan bo'lsin. Bugungi mavzuyimiz Ramazon fazilati haqida. Tabiiyki 2 kundan keyin, 3 kundan keyin roza bo'ladigan bo'lsa, siz bilan bizga mana shu Ramazonga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bilib, bu oyning fazilati haqida xabardor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mana birodarlar, Sha'bon oyi nihoyasiga yetdi. Ummat uchun bashorat, xursandchilikni olib, muborak Ramazon kirib kelyapti. Muborak bo'lsin Ramazon. Biz ustimizga birodarlar, xayriyat, barakat, mag'firat hamda do'zaxdan ozod bo'lishlik oyi, Ramazon oyi kelyapti. Muborak bo'lsin. Bu muborak oyda Alloh taoloning rahmati va marhamati mu'minlarga serob bo'lib yog'ilib turadi. Kim mana shu oyning xayriyatidan mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum odam ekan. Chunki Alloh biladi birodarlar, keyingi Ramazonga biz yetamizmi, yo'qmi? Toat, mag'firat oyi, nur, hidoyat oyi, Qur'on tilovati bo'lgan, barakot bo'lgan oy birodarlar. Buni g'animat bilishimiz kerak. G'animat bilishimiz kerak. Albatta siz bilan biz mu'minlar bu oyni hurmati siz bilan bizni qalbimizda oliy, makonati ulug' birodarlar. Mana shu oyda butun olamlarga rahmat bo'lib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shu oy kirganda sahobalarga bir bashorat qilib aytgan bir qancha hadislarni o'qiymiz. Bu oyning fazilati, bu oyda qilingan amallarning bir boshqa oydagi amallardan farqi bir qator eslab qo'yamiz. Chunki bu narsalarni doim biz eshitamiz har Ramazonda. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, eslatma bering, zero eslatma mu'minlarga foyda qiladi. Sizni ilm ahli ekanligingizni belgisi bor. Ya'ni siz ilm ahlidanmisiz, tolibi ilmmisiz? Belgisi shuki, 1000 marta eshitgan masalangizni 1001-marta eshitayotganingizda ham xuddi birinchi marta eshitayotgandek tinglab diqqat qilib o'tirgan bo'lsangiz, demak siz ilm ahlidansiz. Bu hadislarni eshitganmiz, bu hadislarni oyatlarni bilamiz. Bilasizlar. Lekin hozirgi aytayotgan oyatga muvofiq eslatma berish kimlarga foyda qilar ekan? Mu'minlarga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar, Imom Ahmaddan bu hadis. Qad ja'akum shahru Ramazon, shahrun muborak. Tahqiq ustingizga Ramazon oyi keldi. Muborak oy. Iftaradallohu alaykum siyamahu. Alloh uning ro'zasini sizlarga farz qildi. Yuftahu fihi abwabul janna va yughlaqu fihi abwabul jahim. Bu oyda jannat eshiklari ochiladi. Jahannam eshiklari berkiladi. Va tughallu fihi shayatin. Shaytonlar bu oyda bog'lanadi. Fihi laylatun khayrun min alfi shahrin. Unda 1000 oydan afzal bo'lgan bir kecha bor, Qadr kechasi. Man hurima khayraha faqad hurim. Mana shunday muborak oyni xayriyatidan kim mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum bo'libdi. Ramazon muborak bo'lsin birodarlar. Intiqib siz bilan biz xursandchilik bilan kutgan muborak oy keldi. Bu kelayotgan oyni xursandchilik bilan kutib olish yoki unga siqilishlik ikkita narsaga bog'liq.
o'lchov va tushuncha. Qilayotgan ishingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, shu ishni qilayotganingizda sizga u ish huzur beradi. Qiylanib topgan pulingizdan sadaqa beryapsiz. Qiylanib topgan pulingizdan zakot beryapsiz. Agar nima qilayotganligingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, u berishlik sizga huzur bag'ishlaydi, xuddi olishlik huzur bag'ishlaganidek. Demak, qilayotgan ishimiz haqida nima qilaylik? Qo'limizdagi telefonga zaryadka kerak. Kim bir marta, kim ikki marta zaryadka qiladi. Shu zaryadkasi tugab qolsa telefon o'chib qoladi. Siz bilan biz birodarlar, namozimiz bir kundagi 5 marta qilinadigan zaryadka. Dunyo bilan bo'lib, qalbimiz dunyoga berilib, siqilib, bo'g'ilib turgan paytimizda namozga kelsak, bir iymonimiz quvvat oladida zaryadka olib qolamiz. Haftalik zaryadka bor. Bu juma namozi. Oyat, hadis, qissalar. Endi yillik bo'ladigan zaryadka bor. Bu nima? Ramazon ro'zasi. 1 yillik ozuqani olishligimiz kerak. Ramazon sabr oyi birodarlar. Shuning uchun Alloh azza va jalla siz bilan bizga Ramazon ro'zasini buyurdi. Allohga kerakmi biz ro'za tutishimiz? Kerak emas. Nimaga buyurdi? Har bitta buyruqning orqasida hikmat bor. Har bitta shariatimizda qaytarilgan, man qilingan ishni, shu man qilinishligida hikmat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yada qawla zur va amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu va sharabahu." Kim roza tutgan odamlar deyapti payg'ambarimiz? Kim yolg'on gapni to'xtatmasa roza tutib turib va mana shu yolg'on gapga bo'lgan amalni to'xtatmasa, bu odamni yemay ichmay qo'yganini Allohga keragi yo'q. Birodarlar, ro'zadan maqsad yemay qo'yish, bir qator organizmni rohatlantirish, bir qator bir nima qilish, shlaglarni chiqarish emas. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlardan avvalgi ummatlarga farz qilinganidek, sizlarga ham ro'za tutishlik farz qilindi. Maqsad nima edi? La'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ro'zadan maqsad taqvo. Ro'zadan maqsad taqvo. Uyqusi yaxshi odamlarning rashotini qarang. Peshinda o'qib turib bitta tashlasam, asrgacha uxlaydi, qoyil. O'zi bir hisobda yaxshi, bunaqa odam uxlagani yaxshi, chunki o'g'il bo'lsa gunoh qilgandan ko'ra telefon o'ynab, har xil narsani ko'rib. Nima qilgani yaxshi? Uxlagani yaxshi. Lekin birodarlar, u ro'zadan maqsad uxlashmasda. Bizni ro'zamiz o'sha sahobalarda hayotidagi bo'lgan ro'za bilan taqqoslasak, bizni ro'zamiz uyqu va ovqat oyi. Birodarlar, ro'za tutishdan maqsad kelinlar ertamandan kechgacha oshxonada qolib ketmasin. Boshqa oyda yemaydigan ovqatlarni qilib yeymiz. Nima demadinglar? Kelinglar o'sha kelinlarga ham ozgina fursat beraylik. Chunki ro'zadan ko'zlangan maqsad la'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ozgina narsa bilan, endi ro'zaning hurmati yo'qmi, domla? Hurmat nima bilan o'lchanar ekan? Dasturxondagi ovqatni hech chiqilligi bilan. Mana bu narsa noto'g'ri-da. Darsimizni boshida aytdik. Qilayotgan amalingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, bu ishni qilishingiz ham to'g'ri bo'ladi, qabul bo'lishi ham to'g'ri bo'ladi. Agar tasavvuringiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ro'zadan maqsad nima ekan? Taqvo ekan, taqvo sifat ekan. Bu oy birodarlar, bandalarning foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi. Bu oyni hurmatini rioya qilgan odamni Alloh taolo hurmatini rioya qiladi. Zoyi qilgan bandani Alloh zoyi qiladi. Birodarlar, ro'za bu ixlos ibodati. Nimaga desiz? Namozingizga riyo aralashib qolishi mumkin. Masjidga chiqasiz, hajingizga, umringizga, boshqa, ammo ro'zaga riyo aralashmaydi. Qanaqa qilib? Issiq, charchadingiz, uyga kirdingiz, xaladenida muzdek suv turibdi. Hech kim yo'q, eshik yopiq, xotin eshikda yuribdi, chanqagansiz. Aytingchi, nima to'sadi shu yerda sizni suv ichishdan? Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Alloh taolo iymonni beribdi. Hech kim ko'rmayapti-da. Mana shu ixlos bo'ladi. Maza qilyapsizmi meniki ichmasdan? Yo ichib maza qilasizmi? Ichmay maza qilasizmi? Demak, Ramazon ro'zasi nima ekan? Bu ixlos ibodat ekan. Alloh azza va jalla mana shu oylarni aylantirib,
qachon issiqda, qachon sovuqda Ramazon oyini bizga yuborib sinaydi. Mana shu sinov bilan siz bilan biz ajralamiz odamlardan. Shu sinov bilan siz bilan bizni qadrimiz yuksaladi Allohning nazarida. Mana shu sinov tufayli, imtihon tufayli jannatdagi darajamiz belgilanadi. Jannatga hech kimimiz amalimiz olib kira olmaydi. Siz bilan bizning amalimiz jannatga olib kirmaydi. Allohning rahmati bilan kiramiz. Unda amal nima uchun deyilsa, amal ana shu jannatdagi etajingizni belgilashlik uchun. Astagfirullah. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolo so'rayapti. Alif lam mim. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'yladilarmi? Alloh seni sinaydi banda. Roza bilan, kasallik bilan sinov. Holbuki biz ulardan avvalgi kishilarni imtihon qilgan edik. Bas shu imtihon vositasida Alloh iymon keltirdi deb rost so'zlagan kishilarni ham, yolg'onchi kimsalarni ham bilur. Vulkanizasiyada shu mashinani qildiryapti bo'lsa, peshinda o'qib bo'lganmiz. Ro'paradagi do'konda 3 ta bir 50 da ustidagi akalar do'konda ochib, ko'k choyni qo'yib ichib o'tirishibdi. Mayli sahari bordir, yaxshi gumon qilamiz. Mayli shu doktor tomonidan tutmaydi degan mayli, lekin ro'zani hurmati yo'qmidi? Naglayda shunday qo'yishi ichib o'tiribdi. Hamma kafelar yopiq. O'sha mana bu niqada tasavvur, tushuncha noto'g'ri. Ha, ichmoqdan kasallik bo'lsa, mayli shariat ruxsat beradi, ammo hurmatini qilib qo'y. Birodarlar, bu oy g'animat oy, bu shamoldek bulutdek tezda o'tib ketadi. Nafsini jilovlab tarbiyalab qolgan odam yutdi. Robbisining huzurida mana shu oy bandani foydasiga yoki zararliga guvoh beradi. Alloh taolo mana shu Ramazonda ro'zasi bilan bandalarning azizligini yoki xor bo'lishligini tayinlaydi, belgilaydi. Bu oy bizning foydamizga yoki zararimizga hujjat bo'ladi. Ramazon keldi birodarlar, muborak bo'lsin. Biz ro'za deb aytadigan narsa arab tilida as-savm deyiladi. Savm Ramazon, Ramazon oyining ro'zasi. Savm lug'aviy ma'nosi kishi ikki shahvatini tiyishligiga aytilinadi. Ya'ni qornini va farjini. Mana kimdir kasal, kimdir betob tutmasligi yoki safarda yurganligi sababli ro'zadan bir ma'zur bo'lishi mumkin. Lekin Alloh taolo aytadi: "Va antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Endi agar bilsanglar, tutganinglar o'zingizlarga yaxshi deyapti Alloh. Kasal odam tutmaydi. Ammo safarga chiqqan odamchi? Masalan, hozirgi safarlar avvalgi zamondagi safarlarda emas. Turkiyaga borsin, Xitoyga borsin, Dubayga borsin, tijorat bilan gastinsada yotadi. Konditsioner bor. Hatto ayrim shu boshqa mamlakatlardagi odamlar shu darajada o'lchov tushunchasi buzilganligidan musulmon obod yurtda yashaydi. Ramazon oyida safarga chiqishib olar ekan. Nima qilmaslik uchun? Nima deb o'ylaysizlar? Ramazonda roza tutmagan odam keyin o'rniga qazosini tutib beradi deb o'ylaysizmi? Qarang, Ramazonni yuk, mashaqqat, mehnat deb o'ylayapti. O'zi biz xursandchilik, sharaf deb qabul qilardik-ku. Ko'ryapsizlarmi? Qayerda yashashdan qat'iy nazar, kimlar bilan yashashdan qat'iy nazar, mana ikkita narsasi noto'g'ri bo'lsa, tushunchasi, o'lchovi, tasavvuri noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shunday qilayotganlar ham bor. Lekin Alloh aytayapti: "Va antasumu khayrunakum." Musofir bo'lgan chog'ingda ham tuta olasang, agar sharoiting bo'lsa, tutganing yaxshi deyapti. Hatto ana shu uzri bor odam, o'shadagi saharidir yoki suv ichib turish kerakdir, saharlikka turadi. Niyat qiladi. Og'zini yopadi. O'sha dori ichadigan joyigacha tutadi. Tushunyapsizlarmi ro'zaning hurmatini? Endi boyaga biz aytayotgan choyda nagli ichib o'tirganlar, mana ikkita narsasi noto'g'ri. Keyingi Ramazonga kelasanmi, yo'qmi Xudo biladi. Har bitta ishning hikmati bor dedik shariatimizda. Agar ota bolasiga tishini yuvib ol bolam desa, u buyrug'ini bajarishi oson. Chunki bu buyruqni orqasidagi foydani biladi bola. Siz bilan bizga Alloh taolo zino qilma, o'g'illik qilma, tarozidan urma dedi. Uni orqasidagi hikmatni tushunamizda, bajarishimiz oson. Endi siz bilan bizga buyurilgan buyruqni orqasidagi hikmatni tushunmasak,
bajarishimiz qiyin bo'ladi. Endi ota bolasiga tishini yuv desa, orqasidagi foydasini tushungani uchun oson itoat qiladi. Endi tayyor turgan ovqatni qonni ochib turganda bolam yema desa, nimaga deydi? Nimaga deydi? Yana qaytarib aytaman. Siz hikmatini tushungan ishni, buyruqni bajarish oson bo'ladi. Ammo siz hikmatini tushuna olmasangiz, qiyin bo'ladi. Endi sizni nima majbur qiladi kunduzida och qolishlikka, chanqashlikka, joningizni, nafsingizni qiynashlikka nima majbur qiladi? Iymoningiz. Iymoningiz nima deyapti? Modomiki Alloh taolo shu ishni qil dedimi? Demak, buning orqasida ulkan katta bir foyda, hikmat bor. Robbingizga bo'lgan iymoningiz sizni ovqatdan to'sadi. Tushunarlimi? Yana qaytarib aytaman, muborak bo'lsin, bu iymon bu. Hech kim ko'rmayapti. Ha, tutdim deb qo'ysangiz kim bilib o'tiribdi? Tiling chiqarchi deydimi? Qayerdan biladi? Bu faqat mo'min odam qiladigan ixlos ibodati, sabr ibodati. Orqasidagi hikmatni siz bilan biz tushuna olmasak ham, bo'yin sunayotganligimiz siz bilan bizni Allohga bo'lgan iymonimizni, ishonchimiz alomati. Inson o'zini, nafsini isloh qilishligida, sulukiyatini tuzatishda ro'zani birodarlar ahamiyati katta. Shuning uchun juda ko'p amallar mana shu ro'za tutishlik bilan gunoh bo'lgan amallar kafforat qilinadi. Mana hikmatlaridan bittasi. Uylanishlikka imkoniyati bo'lmayotgan yigitlarga shariat ro'za tutishlikni tavsiya qiladi. Chunki mana shu shahvatni sindirishlik, nafsni jilolashlikka eng kuchli qurollardan bittasi. Bir inson bir narsani xohlayapti, unga imkoniyati yo'q. Yana bitta odam shu narsani xohlayapti, imkoniyati bor. Qaysinisini shu ishdan tiyilishi qiyinroq? Ana endi siz bilan biz imkoniyatimiz bo'lib turib yemay ichmayotganligimiz nafsimizni tarbiyalashlikka, nafsimizni jilovlashlikka siz bilan bizga zo'r fursat bo'ladi. Rasululloh aytganlar: "Ya ma'shara shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Ey bo'ydoqlar jamoasi, ey yigitlar, kiminglar uylanishlikka imkoniyati bo'lsa, uylansin. "Va man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu bija'un." Endi kim uylanishlikka imkoniyati bo'lmasa, roza tutsin. Chunki u roza ana shu yigit uchun shahvatni sindirishlik. "Was-so'imina was-so'imat wal-hafizina furujahum wal-hafizat." Roza tutuvchi erkaklar, roza tutuvchi ayollar, avratlarini saqlovchi erkaklar va avratlarini haromdan saqlovchi bo'lgan ayollar. Demak, inson shahvatini kesishligidagi eng ishonchli vosita nima ekan? Roza ekan. Ya'ni qaysi oy kelganligini his qilaylik. Uxlab nima qilmaylik? Beparvolik bilan o'tkazib yormaylik, birodarlar. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar." Imom Ahmaddan. Roza qalqon, birodarlar. Albatta roza qalqondir dedilar Rasululloh. U bilan banda o'tdan himoyalanadi. "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallohu bizalikal yawm wajhahu anin nari 70 kharifan." Qaysi bir banda dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Alloh uchun bir kun roza tutsa, bir kun, ya'ni Alloh uchun Ramazonda bir kun roza tutsak, mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zaxdan uzoqlashtiradi. Bir kuni 70 yilga. Sezon deymiz, ha? Nima deymiz? O'sha kiyim-kechak sotadiganga, masalan, dublonga sotadiganga kuz sezon, to'g'rimi yo qishmi? Kuz. Chunki uje qishgacha olib bo'lgan bo'ladi-da. Yoki bo'lmasam yozgi kiyim sotadiganga sezon qachon? Bahor. O'sha sezonda olib qolaylik deydi. Mana shu sezonda olsak tom yopib olamiz. Ya'ni g'animat biladi mana shu narsani. Ramazon mo'min uchun nima? Sezon. Ko'paytirilgan 70 ta. Bunaqa formula qayerda bor? Ro'zadorning savobi behisob qilib beriladi. Astagfirullah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisob. Albatta sabirlarning, ro'zadorlarning ajrlari hisob kitobsiz beriladi. Kullu amal ibn adama lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis qarang bir go'zalligini.
Alloh taolo aytayaptiki, odam bolasining hamma qilgan amali o'zi uchun. Faqat ro'zasi men uchun. Mana shu so'zga e'tibor beraylik. Namozingiz o'zingizga, sadaqangiz o'zingizga, zakotingiz o'zingizga, hajjingiz o'zingizga, o'zingiz uchun qilasiz. Faqat ro'zasi men uchun deyapti. Va mukofotini ham o'zim beraman deydi. Aytdi-ku, hech kim ko'rmaydi-da bu ro'zadorligingizni. Hech kim bilmaydi-da. Payg'ambarimiz boshqa hadisda marhamat qiladilar. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ya'ni Allohga qasamki, ro'zadorning og'zidagi hid Alloh uchun qiyomat kunida mushukning hididan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi. Bo'lmasam, ro'zador odam ovqat yemaydi, suv ichmaydi, og'zidan noxush hid kelib qoladi. Endi mana shu hid o'zi noxush bo'lgani bilan Allohga mahbub. Nima uchun? Noxushligi uchun emas, kimdan kelayotganligi uchun. Qodir bo'lib turib yemayapti, qodir bo'lib turib ichmayapti. Kimning roziligi uchun? Shu oy kelyapti, birodarlar. Yengli shimaraylik. Inshaalloh 30 kun taravaga chiqaman. Inshaalloh 8 rakatdan keyin nima qilmayman? Ro'zadorning ikki xursandchiligi bor. U ikkisi bilan xursand bo'ladi. Iftor qilgan paytda bilasizlarmi shu xursandchilik bor? Xudoga shukr yetkazib oldim. Xursandchilikmi? Endi buni egizak xursandchiligi bor. Robbisiga ro'baro bo'lgan kunda shu tutgan ro'zasidan xursand bo'ladi. Hozir aytdik, bu ajablanarli ish emas, chunki ro'zador bu Allohga bo'lgan iymonidan tutadi va o'zini sabrini shu bilan mustahkamlaydi. Ro'zadorlar Alloh ularning gunohlarini mag'firat qilib, o'zini jannatiga kiritadi. Alloh taolo marhamat qiladi, astagfirullah. Was-soimina was-soimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat waz-zakirina Alloha katiran waz-zakirat a'addallohu lahum maghfiratan va ajran azima. Qiyomat kunida birodarlar, ro'za o'zining egasini shafaat qiladi. Shafaat degani nima degani? Yo'la borish. Bu bizdan da borish. Kirgizib oling, bizdan deb qo'yamiz. U qormaq o'tkazing deymiz. Demak, shunda yo'la borish. Akalar, hammamiz varzuquna shafaatahu yawmal qiyamah deb duo qilamiz. Rasulullohning shafaatini bizga rizq qilib bergan. Biz o'sha o'ta olmay turganda, qiylanib turgan paytimizda payg'ambarimiz kelib turib, "O bizdan bo'ldi, o'tkazib olinglar" deydi. Ro'za sizni shafaat qiladi. Yo'laydi. Payg'ambarimiz aytadilar, Imom Ahmaddan bu hadis: "As-siyamu val Qur'anu yashfi'an lil abdi yawmal qiyamah." Qur'on va ro'za qiyomat kunida shu ikkala amalni qilgan bandani shafaatiga oladi. Taravadan chiqib ketayotgan ukalar 8 rakatdan, mayli, o'zi tarava sunnat, o'qimagan odam gunohkor bo'lmaydi. Ammo chiqib ketib qiladigan ishingiz bilan mayada turgan paytingizdagi qiladigan ishingizni taqqoslab ko'ring. Qiyomatda ro'za bilan Qur'on shafaat qiladi deyapti. Bitta harfiga 10 ta savob bor Qur'onni. Siz tashqarida nima qilasiz chiqib? Keling, niyat qiling, shu Ramazonda xuftondan keyin telefonni o'chirib tashab qo'yaman uyga. Masjidga telefonsiz kelaman. Shunda ro'za aytadi qiyomat kunida: "Ey Robbim, men bu bandani kunduzi taomidan, shahvatidan man qildim. Meni shafaat qildirgin" deydi. Qur'on deydi: "Uni tunda uyqudan man qildim. Meni unga shafaat qildirgin" deydi. Bas Alloh izn beradi, ikkalasi shafaat qiladi. Ro'za bilan Qur'on. Ro'za bilan Qur'on. Ro'za ixlos ibodati dedik. Qilayotgan amallarga shubha, riyo kirib qolishi mumkin, ammo ro'zaga kira olmaydi birodarlar. Hech kim ko'rmaganda ham Robbisidan qo'rqadi, ro'za tutadi. Nafsingizni qiynab, chanqab ichmayotgan paytingizda, qorningizni ochib yemay turgan paytingizda Alloh taolo aytadi-da: "Ey banda, sen meni taniysan. Meni yaxshi ko'rasan, o'shuning uchun tutyapsan. Meni ko'rib turishigimga iymoning komil, o'shuning uchun podvalga tushib ham ichmayapsan, tomga chiqib ham ichmayapsan." Bu qalbingizga huzur bag'ishlaydi, birodarlar. Ro'za jannatga olib boruvchi sabablardan. Ko'pchiligimiz bilgan hadis, albatta jannatda Rayyon deb nomlanadigan eshik bor. Undan faqatgina ro'zadorlar kiradi. 8 ta eshigi bor jannatda. Alloh bizga 8 alasiga yo'l bersin. Lekin bittasi ochilib qolsa yutdingiz. Mana shu Ramazon oyi, birodarlar. G'animat bilaylik. U eshikdan faqat ro'zadorlar kiradi,
oxirgi ro'zador kirib bo'lgandan keyin yopiladi, boshqa birovga ochilmaydi o eshik. Savol bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Ya Rasululloh, meni jannatga olib kiradigan, meni do'zaxdan uzoq qiladigan amalni o'rgating. Rasululloh aytdilar, ro'zani o'zingizga lozim tuting. Chunki u amalga teng boshqa amal yo'q. Haligi sahoba ikkinchi marta meni bir amalga buyuring deganida, ro'zani o'zingizga lozim tuting, chunki unga teng bo'lgan boshqa amal yo'q dedilar. Ramazon oyi keldi birodarlar. G'animat bilaylik. Imom Termiziyda keltiriladi, Ramazon oyining birinchi kechasi bo'lishi bilan shaytonlar va itoatsiz jinlar bog'lanadi. O't eshiklari berkitiladi. Ulardan biron eshik ham ochilmaydi. Jannat eshiklari ochiladi. Ulardan biron eshik berkilmaydi. Nido qiluvchi nido qilib, ey yaxshilik istovchi, shoshil. Ey yomonliklarni istovchi, ma'siyatlarni ozaytir deydi. Do'zaxdan bandalar ozod qilinadi va bu har kecha sodir bo'ladi. Darsimizning nihoyasida Talhat ibn Ubaydullohdan u kishi tush ko'rdi. Tushida jannat eshigining oldida turgan edi. Ibn Mojadan bu rivoyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga ikkita odam kelib iymon keltirdi. Talhat ibn Ubaydulloh ko'rdi. Shu ikkalasi o'ldi. Bittasi ikkinchisidan ijtihodliroq edi. Yana jihodda shahid bo'ldi. Ikkinchisi 1 yil keyin o'tdi, oddiy o'lim bilan o'ldi. Endi mana shu ikkala kishini Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu jannat eshigi oldida ko'rdi. Uchalamiz turgan ekanmiz deydi. Eshik ochildida birinchi bo'lib shahid bo'lib o'tgandi emas, ijtihodli bo'lgan odamda emas, 1 yil keyin oddiy o'lim bilan o'tgan kishini olib kirib ketdi. So'ngra qaytib chiqdi, yana ikkinchi boyagi odamni shahid bo'lgan odamni olib kirib ketdi. Uni qo'yib chiqqandan keyin senga hali bu yer mumkin bo'lmadi. Qayt dedi, qaytdim. Uyg'ondida shu tushini aytib berdi. Odamlar hayron bo'lishdi subhanalloh deb. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam min ayyi zalika ta'jabun? Nimaga hayron bo'lyapsizlar deb so'radilar. Ular aytishdiki, "Ya Rasululloh, ikkalasi bir iymon keltirdi. Birinchisi taqvoliroq edi, ijtihodliroq edi, yana shahid bo'ldi. Ikkinchisi endi el qatori oddiy, yana oddiy o'limi bilan o'ldi. Qanday qilib u burun kirib ketadi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Alaysa qad makata hada ba'dahu sana?" Ikkinchi o'lgan odam birinchi o'lgan odamdan 1 yil ko'proq yashadimi? Ha dedi sahobalar. Va adraka Ramazona fasoma va solla kaza va kaza min sajdati fi sana. Ramazon ro'zasini bitta oshiqcha tutdimi? Ya'ni 1 oy oshiqcha tutdimi ro'zani? Tutdi. 1 yillik namozni falon rakatini o'qidimi, sajdasini qildimi? Ha dedi. Rasululloh aytdilar, "Fama baynahuma ab'adu mimma baynas samai wal ard." Endi bu ikkalasining o'rtasidagi maqomdagi darajadagi martaba osmon bilan yer orasidagi katta farqi bor dedi. Mana birodarlar, o'tgan yilgi Ramazondan bu Ramazonga kim yetib keldi, kim yetib kelmadi? O'sha bitta Ramazonda oshiqcha tutdi, 1 yil namozni ko'p o'qigan odamning darajasi balandroq bo'ldi. Chunki Ramazonni tutdi u. 1 yil oshiqcha namoz o'qidi. Alloh azza va jalla xayrli amallarimiz bilan umrimizni barakotli qilsin. Kelayotgan Ramazonda hammamizga Alloh muborak qilsin. Mana shu shijoat bilan, muhabbat bilan, g'ayrat bilan tutaylik. Muhabbat bilan qilingan amal sizga rohat beradi. Shuning uchun qilayotgan ishimizga agar muhabbat bilan yondoshadigan bo'lsak, qilayotgan ishimizga tushunchamiz, o'lchovimiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, u bizga mashaqqat bo'lishligi kerak emas. Alloh azza va jalla hammamizga Ramazonni muborak qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh